Yutqazdingmi? Va'dangni bajar endi, shartni bajar tezroq. Men senga bunaqa ko'p shart berasan deganim yo'qdimi? Bor, bajarmayman qarochi. Sen yolg'onchi ekansan, sen bajarishing kerak edi. Men ketdim qarochi. Bu yoqqa asabimni buzma, hozir mendan ko'rasan, tushundingmi? Yo'q, sen baribir yolg'onchisan, tushundingmi? Yolg'onchi. Uxlab qoppan-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xi va sizlar yangi videodasiz. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Men esa bugun nimadir ish qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi, lekin bu jetellarning ovozini balandligidan uxlabim bo'lmayapti, to'g'risini aytsam. Hozir to'xtab turinglar, bularni jim qilmasam bo'lmayapti. Bu garajimga ish qo'ymaganmi, bittasi garajim. Qishloqni jetel bosib ketibdi-ku. Voy, senlar nima qilyapsanlar? Polzimni ham qaysidir bittasi shipshidon qilib ketibdi. Obbo, endi hosillar qayerdan olaman bilmadim. Soliq to'lash kerak axir. Hozir nimadir o'ylab topishim kerak. Bu yerni rasvosdan chiqarib tashagan-ku. Obbo, hozir qarab tur. Voy, senlar nima qilyapsanlar? Jo'xam, bu seni bitirsa so'rashimiz kerak. Nimani so'raysam? Janober bor-ku? Ha, bor. O'sha necha yoshda? 50 yoshda. Ko'rdingmi? Qanaqasi 50 yoshda? Hech ham 50 yoshda emas, 60 yoshda. Yo'q, 70 yoshda. Qanaqasi 70, qanaqasi 60? 50 yoshda janob mer. Sen noto'g'ri bilmaysan sen. Men so'rab kelgandim janob merdan. Janob mer 70 yoshda. Yo'q, 50 yoshda. Yo'q, sen jim tur. Yo'q, o'zing jim tur. Senlar kelishib bor. Ikkala ham noto'g'ri aytyapsan. Janob mer 50 yoshda. Yo'q, 60 yoshda. Yo, 70 yoshda. Qaroch, yur janob merdan o'zidan so'rab kelamiz, xohlasang. Yo'q, qanaqasiga janob merdan o'zidan so'rab kelasan? Janob mer baribir 50 yoshda, men bilaman. Men 70 yoshda dedimmi? 70 yoshda. Yo'q, sen hozir 60 deb turganding. Aytgancha esimdan chiqibdi. 60 yoshda janob mer. Kim 70 da deyotgandi? Ana oq kiyimli jetel aytayotgandi. Yur, davay, janob merning yoniga borib kelamiz. Mayli, yurchi. Agar qara, men aytganim bo'lsa, shart beraman, sen o'shani bajarasan. Bo'lmasa men beraman, sen yutqazsang. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir janob merning oldiga boraylikchi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Kel Jo'xa, kel jetel, nima kabi ikkala ham kel. Qarochi, mana ikkalasi bittasi 70 yoshda deyapti, bittasi 60 yoshda deyapti. Men 50 yoshda deyapman. O'zi necha yoshsiz? Men 60 yoshdaman. Qanaqasiga axir siz 50 yoshda emasmi? Yo'q, men 60 yoshdaman. Ana ko'rdingmi, men yutdim. Endi men aytganimni qilishing kerak. Yo'q, qanaqasiga siz bo'lishi mumkin emas. Mayli, endi buni aytganini qilishim kerak. Qani qayoqqa ketdi hozirgi jetel? Hozir endi buni aytganini qilishim kerak. Endi shart bajarishim kerak. Obbo, yetmay turganda. Hozir nimadir qilish kerak. Buni aytganini qanaqa aytgan, qanaqa shart berar ekan bilmasam. Tak, nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi, nima qilmoqchi bo'lganim. Hozir ana jetellar yoniga borayinchi, men shart bersinchi, qanaqa shart bajarayin ekan. Voy, men qara, shartingni ayt. Qarochi, Galem bilan urushasan borib turib. Qanaqasiga Galem bilan urushaman? U meni urib qo'yadi-ku. Menga qizig'i yo'q, sen urishing kerak. Yaramas. Qanaqasiga urishim mumkin axir? Bilmadim, u meni muammom emas. Tezroq urush. Mayli, hozir nimadir o'ylab topaman. Yo, nimadir o'ylab topish kerak emas. Hozir bu shart beradi, shartini bajarish kerak. Lekin qanday shart beradi? Hayronman. Qanaqa shart bo'lsa ham bajarish kerak. Chunki boshida shart bajarishdan kelishib oldik u bilan. Hozir uni qanaqa shart berishini bilmadim, qarochi. Galem aytgan shart berdi-ku. Men esimdan chiqib ketdim darrov. Galem bilan urushasan dedi-yu. Xo'sh, hozir Galem bilan urishim kerak. Obbo, mayli. Hozir tunda ish qilib kelib turib shartni bajar demasa bo'lgani. Jetel kelibdi. Obbo, nima deysanlar yana? Yur bu yoqqa, davay, bajar shartni. Uchta o'p kelasanlar, bitta shartni aytish uchun sanlar. Biz uchalamiz birga edik-ku. Bittan 70 deganding-ku. Iloji yo'q, baribir biz uchalamiz bitta kishimiz. Yur, davay, Galem bilan urushasan. To'xta, mayli. Qani Galem qayerda? Biz aytgan Galem bilan urishing kerak. Keyin mana, qara, qaysi biri bilan urishni o'zim aytaman. Kel bu yoqqa tez. Qaysi bilan, shu bilanmi? Ha, mana shu bilan urish, davay. Hozir bir nima qanday urishim kerak? Urasanda keyin qochib borib blok ustiga chiqib olasan. Tushundim. Assalomu alaykum bratan, qalaysiz? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Sizda urishim kerak ekan. Nima sakrayapsiz? Bo'ldi. Endi qochish kerak, sirazi. Kelyapti. Qochmasam bo'lmaydi. Qochishim kerak, qochishim. Kelyapti rostdan ham. Hozir qayoqqa bo'shroq joyi bo'lsa o'sha yoqqa chiqib olish kerak. Mana shu yoqqa qo'ysam bo'ladi 5 ta blokni. 2 3 4 5. Mana shu 5 ta blokka bo'y yetmaydi. Bratan, men chiqolmayapsan. Tepa chiqolmay qo'lingni kelmayaptimi chiqish? Chiqolsan, Galemsan-ku, qayerdan chiqasan?
nima qilyapti bu? Tushunmadim. Nahotki yo, tegma, iltimos, yo'q, qochish kerak. Nahotki galim shunaqa qilish qo'ldan kelsa-ya. Hayrat, bitta shartini bajardim bir amallab. Obbo, ikkinchi shartini ham aytishga kelgan shekilli. Hoy, bu yoqqa chiq, ikkinchi shartni ham bajar. Hozir. Nima deyapman? Sani shartlaring hech tugamadi-da. Tugamaydi, tezroq yur, shartni bajarishing kerak axir. Qanaqa shart ikkinchi sharting? Yursang ko'rsataman hozir. To'xta, sekinroq yur, namchi yugurasan. Yuguraman, tezroq yurish kerak shu uchun. Oho, bu nima narsa? Nima qilib tashlagansan bu yoqda? Chotki narsa qurdirdim. $36,000 qurdirdim. Bitta menga shart berish uchun shuncha pul sarfladingmi? Qayerda shart qildirgan yaxshi shart qildirgan dedim-da. Nima qilaman hozir? Ostimdan qara, men pastimda dor bor. O'sha doriga osilib turishing kerak. Qaror, tagidan lava bor, tushib ketmasligi kerak. Necha kun turishim kerak? Bilmadim, qancha vaqt turishing kerak. Xullas 4-5 kun turib berishing kerak. Oho, 4-5 kunda men kuyib kul bo'laman, u meni nima edi, go'shtim kuyib ketadi, xullas nimadirlar bo'lib ketadi. Men shartni bajarishga majbur edim va bajarishni boshlaverdim. Nima ham qilardim? Bajarish kerak axir. Men mana shu yerda osilib turaverdim. Tunni tun demay, kunni kun demay, kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, abed demay, ertalab demay, kalosh turdim-da. Faqat turaverdim. Keyin turib charchaganimdan keyin turmaslikni iloji yo'q, axir shart bajarishim kerak edi. Kun tun shunday tez o'tardiki, kaloch ikkinchi shartini ham bir amallab oradan yillar o'tib bajardim. Yur endi uchinchi shartni ham bajar. Sen meni namcha shart ko'p beryapsan, men senga butun umr shart bajarmayman-ku. Iloj yo'q, yutqazing, endi bajarasan-da. Qanaqa shart uchinchi sharting? Qayoqqa bajaraman uni? Yur, ortimdan yur, uni ham men senga ko'rsataman. Obbo, sen вообще shart nima bajarishdan emas, berishdan to'ymas ekansan-da. Men ko'rdingmi, yutqazmaslik kerak shu uchun. Onasini desa bir marta yutqazib qo'yibman. Endi qaytib sen bilan bunaqa tortishuv, hech qanaqa tortishuv qilmayman sen bilan. Nima qilgansan bu yerda? Parkur qilganman, parkurdan o'tishing kerak. Bu parkurmi? Buni men o'tgunimcha sochim og'arib ketadi-ku. Iloj yo'q, bajar dedimmi, bajar. Yutqazingmi, bajarasan endi. Harakat qilaman, qochib tur mayli. Harakat qilma, bajarmasang, qarochi hisobga o'tmaydi. Boshqa shart beraman keyin. Boshqa shartingga keragi yo'q, men shuni bir amallab o'tib olayim, ko'rsataman keyin. Bo'pti, qarochi men keyinroq kelaman yoki shu yerda turaymi? O'zing bilasan, hozir sen ketib yubor, mayli. Menga o'zi seni ko'rgim kelmayapti yuzingni. Okey, hozir bir amallab mana shu yerda o'tib olsam, qaytib bunaqa spor o'ynab o'tirmayman, tortishib o'tirmayman, chunki buni aniq bildim yengib bo'lmasligini. Mendan zo'r parkurchi chiqar ekan. Tushib ketdim. Hozir qaytadan, ya'ni shuncha joydan chiqib kelish kerak. Obbo, shu ishlar bitta ishni qilgandan keyin yarmiga borib buzilib qolsa yana boshdan qilishni yomon ko'raman. Mana shu narsani yomon ko'rganim uchun menga mana shunaqa shart. Obbo! Qachon endi chiqib bo'laman buni oxirigacha bilmadim. Hozir nimadirlar qilib, qarochi o'tishim kerak. Bunda o'tmasam bo'lmaydi. O'tishim hozir. Yana tushib ketdim. Hozir to'xtaylik. Yana qaytadan noldan. Voyda, qaytadan chiqish kerak yana. Va nihoyat mana oxiriga yetib keldim. Bu o'zi ham bir kun vaqtim ketib qoldi shuni o'tish uchun. Hozir nima qilishim kerak? Nari tomonga sakrash uchun. Okey, o'tib oldim, yaxshi. Bu yerda suv, water drop qilish kerak bu yerda. Men qila olmayotgan ish-ku bu water drop. Mayli, hozir nimadir qilaman. Hozir qaysi tomonga sakrasam bo'ladi? Mana shu yoqqa sakrayman, farqi yo'q. Okey, qila olar ekanman-ku. Nima qila olmayman dedim? Qila oladigan ishim ekan. Nechivo, yaxshi, как раз mana shunaqa narsalar bilsam juda ham zo'r. Takoy normali, hozir men suvni olish kerak endi qaytarib turib. Obbo, qo'yib yubordim. Normali, okey bo'ldi. Ana endi hozir borib endi uyimga damimni olay, yaxshisi, tinchgina. Okey, yaxshi, hamma yoq tinch. Voy jetel, nima gap? Yur, davay, endi uchinchi shartni bajarasan. Qanaqa uchinchi shart? Namuncha shart beryapsan? Men senga ko'p shart berma degandim-ku. Bunaqa ko'p shart bajarish kelishmagandik. Yutqazingmi, endi bajarasan. Sen 3 ta shart beryapsan. 3 ta shart bilasanmi qancha og'ir? Qancha og'ir ekan? Bajarasan dedimmi, bajarasan. Bajarmayman kalochi. Nima qilsang qil. Unda yur, janob Merdiyoniga boramiz hozir. Janob Merdiyoniga borib nima qilasan? Men bajarmayman deyapman, tushunmayapsanmi? Yo, tushunmayapman-da. O'sha tushunmaganim uchun ham yur, janob Merdiyoniga tushuntirasan menga. Sen yutqazdingmi endi, tamom. Shartlarni bajarishing kerak, qarochi. Yo, qara, sen o'z nima qilyapsan? Tushunmayapsan. Sen boshida bunaqa kelishmagandik, bunaqa ko'p shart berishga. O'zi 3 ta shart ham ko'p shart bo'lib ketdi. Bajarmayman shartingda. Yurda, janob Merdiyoniga boraylik, ko'rasan. Janob Merga aytib beraman seni. Yo,
bemalol ayt, xohlaganingcha. Janob meram men tarafimda olsa kerak. Ke, davay, och, eshikni och kiramiz. O'zing och. Hozir to'xta bo'lmasa, hozir janob mer agar nimadir desa, keyin yomon bo'lib qolishi mumkin-ku. Yo'q, baribir sen yutqazing deb pano. To'xta. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, yana tortishib yuribsanlarmi? Mana u bilan biz qanaqa kelishgandik? Menga 3 ta shart beryapti. Hozir yana shart beraman deydi 4-sini. Tentak ko'p shart berma, bittadan kelishgansanlar o'zi. Bo'ldi, rahmat bratan dushi. Yaxshimisiz borsiz, bo'lmasa nima qilardim? Siz aytmasangiz, men shu narsani, ana u tentak menga million ta shart beradi. Bo'ldi, bor, kelishib ollaring. Bunaqa qilib yana tortishib o'tirmalaring. Harakat qilamiz, bo'pti janob mer. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, iloyim. 1000 ga kiring, yana 2000 ga kiring, xohlasangiz 3000 ga ham kirib keting. O'zi 50 yoshsiz-ku? Yo'q. 60 yoshman deganmidingiz? Ha, 60 ga kirganman degandim. 60 ga ham kiradimi odam? 50 ga kirganingizda bo'lmasmidi? Men yutardim shu vaqt. Korоче, 50 keyingi marta 50 ga kiring, bo'ptimi? Mayli. Qani jitel qayoqqa qochib ketdi? Oho, kech tushibdi-ku. Korоче, ko'rdinglarmi? Mana u yutqazib, qanaqa u yutqazib? Men yutqazdim. Endi nima qilishim? Bilmayman. Korоче, unga men qanaqadir shart berishim kerak, lekin qanday shart berishga ham hayronman. Bu polizimda hosla hech ham pishmayapti-da. Voy, Jo'xa. Ha, nima baqirasan? Bu yoqqa yur, hozir ko'rasan. Yur, o'tiribdan yur, ko'zorni ko'rsataman. Qanaqa narsa? Ana qo'shnimiz bor, o'sha mashina olibdi. Yo'q, mashina olibdimi? Ha, mashina olibdi. Bilasanmi o'sha mashinani, короче, qaysi biri zo'rligini? Nima deganing u? BMW zo'rmi, Merc zo'rmi, qaysi biri zo'rligini so'rayapman. BMW zo'r kanishni? Yo'q, Merc zo'r. Yo'q, BMW zo'r. Davay spor o'ynaymiz. Yutqazgan challenge bajaradi. Davay o'ynaymiz unda. Men ham yutishim kerak axir. Davay o'ynaymiz. Unda obunachilaring kommentariyaga yozib qoldirsin. BMW zo'rmi, Mercmi? Davay kommentariy yozib qoldiringlar obunachilar. Oho, bu yoqda nima bo'lyapti?